Assalomu alaykum. Biz mana BBB admin, ya'ni bizning modern POS sistemasi haqida gaplashamiz bugun. Bizda nimalar bor? Qanaqa imkoniyatlar bor? Biz misol uchun biznes egasi sifatida sizning qanchalik pulingizni tejab qolishimiz va kelajakdagi ortiqcha xarajatlardan sizni saqlab qolishimiz va sizning biznesingizni raqamlashtirish ustida, mana shu ustida yechim keltiryapmiz bu yerda. Misol uchun hozir men tushuntirib berishga harakat qilaman hamma pejlarni. Men Toshkentchaga gaplab turibman. Ichida sang jo'rab edi, nam bor. Jo'ram bor. Yana bitta oshnam bor. Shu Xorazmli emas, Toshkentlik. Toshkentlik siz? Namangan. O'shanga Toshkentcha gapiraman. Xullas bu yerga kelgan paytida misol uchun har bitta restoranning egasini muammosi men qancha pul ishladim. Misol uchun bugun men qancha pul ishladim. Misol uchun haqiqiy ma'lumotlar emas bular albatta. Misol uchun bugun 190 ming, 191 minglik narsa sotilibdi mana. Bu revenue. Revenue degani misol uchun o'sha kelgan pul, bizga kelgan pul, daromad emas, bizga kelgan pul. Buni hali nima qilmaganmiz, ekstrakt qilmaganmiz. Bunaqa xarajatlarda marta net profit bo'ladigan bo'lsa, asl bizga qolgan foyda unaqa ovqatga ketadigan xarajatlar, oylik, elektr, suv, gaz, u yoki bu. Keyin bu yerda kirib ko'rsa bo'ladi. Misol uchun bugun nechta zakaz olindi, keyin misol uchun yana ko'rsa bo'ladi. Misol uchun bizga kelayotgan orderlarning umumiy average narxi qancha, misol uchun bitta kelgan odam qanchalik ovqat yeb ketyapti desak, mana 14700 atrofida nima qilyapti, yeb ketyapti ekan. Misol uchun bir kunlik ko'rsa bo'ladi mana. Bir kunda eng ko'p sotilgan narsalar ko'rish mumkin. Mana shu kunning o'zida misol uchun beef steaks, qozon kabob mana 6 ta 2 ta sotilgan. Mana ketgan narxi hozir 0 da turibdi, chunki biz bilmaymiz qancha xarajat ketadi bu narxga. Keyinchalik bu balkim bitta beef steak yasash uchun balkim 5000 ketadigan bo'lsa, mana shunga 5 qanaqa bo'ladi? 5 25 ming, 65 ming, 65 minus 25 ming qancha bo'ladi? 65 minus 25 ming 40 ming bo'ladi. 40 ming foyda qolar ekan, 25 ming chiqadi. O'zi avtomatik hisoblaydi buni. Va mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Misol uchun bugun 13 tacha order bo'lgan. Hozir bu haftalik nimani ko'rsak bo'ladi? Bizda misol 7 kunga soladigan bo'lsak, 7 kunda demak 2 million 400 nima qilingan? Savdo qilingan. Unaqa hali net profit hisoblanmagan. Bizda manaqa chatda o'zi ko'rsatib turadi. Misol uchun bizda 24-fevralda 500 ming bo'lgan bo'lsa, kecha 400 ming atrofida bo'lgan. Bugun misol uchun kamroq, hali kun tugagani yo'q o'shanga. Bizning statistikamiz aytayaptiki, shunday asta-sekin ko'tarilib boradi, deyapti. Mana bu nimada? Bu Wonda 600 ming, 700 ming, 800 ming shunaqa ko'tariladi, deyapti. Bu ham taxminiy, iloji boricha biz aniq hisoblashga harakat qilganmiz. Bizda biznesda service operation management degan fan bor, o'shanda o'rgatganki, aniq bilmaymiz, lekin taxmin qilsak bo'ladi o'shanga yaqinroq. Tarixi analitikasiga ko'ra shunaqa qilsak bo'ladi. Bitta forecastimiz, bitta xarajatimiz, qanchalik xarajat qilyapti deylik. Bu qizil narsa ham o'ynaydi. Nimaga qarab, misol uchun qanchalik sof foyda bo'lgan, o'sha ovqat qanaqa ovqat ketganiga qarab bitta revenue ko'rsa bo'ladi. Mana bitta busy bo'lgan kunlarni ko'rsa bo'ladi. Misol uchun ko'ryaptiki, seshanba kuni odam anchagina ko'p bo'lgan mana. Keyin Wednesday kam bo'lgan. Misol uchun Tuesday yana hozircha kun yarmiga kelmadi. Endi mana shunaqa atrofida bo'ladi. Mana shunga qarab turib, misol uchun juma kuni, Saturday, Sunday odam kam bo'lyapti deylik. Va shunga qarab ishchilarning sonini kamaytirish mumkin. Bekardan kunga oylik to'laganidan ko'ra. Oz ishchi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ishchi qo'shib, hozir oz ishchi bo'ladigan bo'lsa, ko'proq ishchi qo'shadi bunaqa trendga qarab yordam bo'lish uchun. Qolgan ishchilarga yordam bo'lish mumkin. Keyin odam kam qo'ygani bilan baribir misol uchun zakazlar ko'p bo'lgan bilan sota olmaydi. O'shaning uchun uni ham manage qilish kerak. Ko'proq sotishi uchun yaxshigina odam qo'yish kerak, yaxshi ketayotgan paytda. Keyin bizda bunaqa order section bor. Bu misol uchun restoran ichida yoki kassirlarda ochiq turadi.
Bu yerda ham misol uchun hamma order historyni ko'rsatadi. Bugun mana shuncha orderimiz bo'pti, mana 13 ta orderimiz bo'pti. Bittasini kelib ko'rsa bo'ladi. Mana qozon kebab 2 ta bo'lgan. Salad achchiq go'sht 2 ta. Shunday mana nimalarimiz bor, mana ma'lumotlarimiz. Ana qaysi order? O'sha qaysi order nechta kelgan, mana bitta rice ga keldi. Masalan, big fish steaks ba'zi ovqatlar bo'lishi mumkin, not yozib qoldirishlari ham mumkin. Misol uchun asosan ba'zi ovqatlar nima keladi, achchiq keladi, lekin u achchiq emas kelsa ham bo'ladi. O'sha achchiq qo'shmasligi mumkin. O'sha payti bitta mijoz yozadi. Bunaqa achchiq emas qilib bering debda, shunaqa qilib yozib topshirsalar ham bo'ladi. Buni misol uchun bizga mana yana yozsang, tifterni qo'ylarini alohida idishga solib bering. Lag'mon yog'siz bo'lsin, iltimos omad. Mana. Xabar. Mijoz nima xohlasa not eslatma yozib baraka bo'lgan. Shunaqada misol uchun fries o'rniga osh guruch qilib bering, please. Tuxum ham kerak emas. Al Nasr ana. Bizda mana mijozlarimiz yaxshigina foydalanishyapti, review qoldirishyapti. Bu application bu application hozir ishlayapti. Albatta. To'liq ishlayapti. To'liq ishlayapti. Restoranimizda ishlayapti to'liq bu yerdagi. Misol uchun customer kelsa bizga ana qilib bering deb, misol uchun bizga resept chiqarib bering, qancha bo'lganini menga isbotlab bering. Shunday kelishadida, misol uchun dashbordda mesela deskda o'tirgan odam shu nimani bir marta bosishi bilan shunday misol uchun resept chiqib keladi. Qaysi nima olgan, nima sotib olgan, qachon olgan, hattoki unaqa notlargacha chiqarib beradi mana. Chiqarib beramiz. Misol uchun keyin anaqa o'zi bizda menyuni confirm qilish va cancel qilish bor. Misol uchun ba'zi vaqtda bir kim xatoga ba'zan o'zlarimiz test qilgan payti yokida adashib menyu zakaz qilib olgan bo'lishi mumkin. Nima qilmang, men adashibman degan payt shunday cancel qilib yuboradi. Bu statistikamizga o'tmaydi. Ya'ni confirm bo'lib menyu to'liq tasdiqlangandan keyin statistika qabul qiladi ekanda. Shunaqa to'liq tasdiqlanganidan keyin confirm qiladi. Confirm qiladi statistikaga. Endi buni ham nima manage qilsak bo'ladi. Masalan, to'g'ridan-to'g'ri confirm qilib yubor. Keyin cancel qilishni o'chirib qo'y, bizga baribir pulini to'lasin, o'qisin, bu qilsin. Keyin marta biz nima qilamiz? Misol uchun bizda status bo'lyapti, mana lib ishlayapti. Hech qanaqa muammosi, unaqa soundni ham tekshirsak bo'ladi. Ichkaridan printerimiz ding 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 qilib chiqaradi zakaz kelayotgan paytda. O'shagacha tekshirsak bo'ladi. Unaqa raqamga nimaga qarab ham chiqarsak bo'ladi. Misol uchun mana 7 bo'lsa, mana 17-order menga keladi customer, menga nimani topib ber deydi, reseptni topib ber deydi. Qachon zakaz qiluvdingiz desa, men deydi 18-sida qiluvdim deydi. Nimangiz necha edi, raqamingiz necha edi? Misol uchun raqami 7-order edi desa, mana shunday bosadi 7-order o'sha kundagi zakazni bemalol mana chiqarib beradi. Hatto men test qilgan ekanman o'sha payt ham, mana test ekan. Demak, shunaqa imkoniyatlarimiz bor bu yerda va bitta ko'rsa bo'ladi. Mana menyuni completed bo'lganlari bormi yokida pendingda turganlari bormi? Mana pending o'ylanyapti deb kutib turibdi. Misol uchun zakaz hali nima bilmayman, misol uchun preparing yoki completedga o'zi nima qiladi? Hatto cancellingni ham topsak bo'ladi. Mana hozir cancel qilingan zakazimiz yo'q ekan, 7-raqamli chiqish kerak edi o'ziga cancel bo'lgan. Demak yo'q ekan. Xo'p, endi bizda mana menyularimiz. Xo'p, bizda menyularga keladigan bo'lsa, shunda menyuni o'zimiz qo'shsak bo'ladi. Mana misol uchun bitta rasmni tanlab turib, mana shu qo'shsam bo'ladimi? Mana bizda Roro bor mana. Bizda yana bitta appimiz kelgan. Bizda anaqa har xil sectionlarni qo'shsak bo'ladi. O'sha nimasiga qarab, misol uchun o'zbek ovqatlar, milliy oshxonalar, ichimliklar yokida ichimliklar deyish mumkin. Snack bo'lishi mumkin, tort bo'lishi mumkin. Har xil narsalar shunga qarab turib, section qanaqa turdagi ovqat turi. O'sha sectionga qarab turib, keyin klientlar o'zining telefonini tanlab bemalol olishsa bo'ladi. Bitta ya'ni application ishlatayotgan restoranning boshlig'i o'zi upload qilib,
hamma menyusini o'zi qilib oladi ekan. Xuddi shunaqa. Dasturchi keragi yo'q ekanda. Xuddi juda shunaqa. qulaylik beradi. Hozir bizda ikkita til, misol uchun multiple language support ham qo'shsak bo'ladi bemalol. Misol uchun bizda mana bu yerda hozir ingliz tili bilan koreys tili bor, chunki misol uchun hozir Koreyadagi nimalar uchun bo'lyapti. Misol uchun mana bu yerda selling price degan sotayotgan narxi misol uchun bitta oshni 19 mingga sotyapti deylik, 19 mingga sotyapti, lekin osh unga 5 ming so'mga tushyapti. Mana shuni kiritib qo'yadigan bo'lsa, avtomatik biz statistikamizda hammasi ko'rinib boradi. Bitta o'zi nima bu description beradigan bo'lsak. Ya'ni qanday taom? O'sha qanday taom, nima taom ekiga bitta option qo'shsak bo'ladi mana. Misol uchun ko'proq go'sht bo'lsa, mana bizga mana 10 ming ko'proq bersin, ham million ko'proq bersin deylik. Osh ko'p bo'ladigan bo'lsa. Extra meat bo'lsin yoki rice bo'lsin, u bo'lsin. Shunaqa optionlarni ham qo'shsak bo'ladi bemalol mana. Narxlarni ham o'zi qo'yilishi. Agar bizda menyu tugab qolsa deylik, ovqat tugab qoldi, shunday mana misol uchun draftda turibdi, bu degan demak hozir xonim tugagan, oshxonada yo'q. Xonim pishmagan yoki tayyorlashyapti, o'sha payti customerlar zakaz qila olmaydi, o'sha out of stock bo'lib chiqadi. Zakaz berish olmaydi customerlar. Customerlar o'zbek sho'rvasi qolmabdi, mazza qilib yeymiz dedik. Qolmabdi, afsuski, tugab qoldi deganda. Somsa ham tez ketadigan narsa. Toggleda bosib qo'yish kerak edi. O'sha tugab qolgan payti shu oshxonadagilar shunday toggleda bosib qo'yadi, shu bilan bizga customerlarimiz afsuski yo'q ovqatni zakaz qila olmaydi. Va bu yaxshi. Keyin mana bu yerda mana o'sha nimalarga boradigan bo'lsak, sectionlarga boradigan bo'lsak, kategoriyani ham mana nima qilsak bo'ladi, o'zgartirsak bo'ladi. Misol uchun birinchida misol uchun qimmat misol uchun bunaqa premium osh nima taomlar bo'lishi mumkin, qimmat taomlar bo'lishi mumkin. Sotish xohlaysiz. O'shalarni ko'ziga darhol ko'rinishi uchun mana bunaqa qilib o'sha kategoriyani o'ynab qo'ysangiz bo'ladi. Ochayotgan payt mana shu kategoriyani ochadi. Keyin boshqa kategoriya qo'ysak bunaqa ichimlik, tort, snack, bu xullas mana table'larimizda bu xohlaganingizgacha table yasab chiqsangiz bo'ladi bemalol. Mana table'lar misol uchun table 1, table 2, table 3 12 table restoranda bo'ladigan bo'lsa, unga ko'ra o'zi yasablaydi. Bizda misol uchun 17 ta table'imiz bor ekan. Bu nima qilishadi desak, mana customer keladi, mana skan qiladi. Skan qilgan paytda o'zi sразу menyularni ochib, bizni client appimizga o'tadi-da, zakazlarni berib ketaveradi bemalol. Telefonidan foydalanib. Buni ham o'chirsa bo'ladi, yuklab olsa bo'ladi mana. Qo'yib yuklab olsangiz bo'ladi mana. Table buncha QR table 1 chiqqan. Yuklab olib turib, printerda chiqarib yopishtirib qo'ysangiz bo'ladi yoki shunday o'sha print bossangiz, anaqa kitchen printer rozi mana shu QR kodni chiqarib beradi. Nimaga borib, print qilib kelib, vaqt sarflash ham shart emas. Shunaqa qulaylik yaratdik biz mana. Shuni manage qilsangiz bo'ladi bemalol mana. Table'larni va bizda yana nima bor? Advertising bor. Mana bizda burger ketyapti ekan, 1+1 ketyapti ekan mana. Soch editni bosib ko'ramiz, nima deyapti? 1+1 regular burger deyapti. Bizda deyapti, misol uchun bir marta order zakaz bersa, yana bitta burger qo'shib berar ekanda. Mana shunaqa nimalarimiz ham bor mana. Shu advert qo'shib qo'ysangiz bo'ladi mana. Only for you deyapti. Sale ketyapti deyapti bizda. Mana qanchaga ketyapti ekan. Bliss mana bitta only for you. Bitta koreys tilida, ingliz tilida. O'zbek tiliga ham o'girsa bo'ladi xotirjam. Ha, o'zbek tiliga qilsak ham bo'ladi. Bemalol qilib o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, yoqib qo'ysak ham bo'ladi bemalol. Bitta qo'shsak ham bo'ladi mana. Men ham reklama qilsam bo'ladi o'zim bu yerda, lekin hali so'rab ko'rishim kerak qilayapti. Xo'p, bizda mana nastroykamizga keladigan bo'lsak, bu yerda nastroykamizda mana restoran bizda misol uchun restoran joylashganiga qarab turib detect bosilishi kerak, chunki kimdir uyga borib olib turib, mana bu QR kodimizni rasmga olib ketib turib, uyda o'tirib bezorilik qilmasligi uchun misol uchun restoran egasi o'sha nimadan current location va restoranga boradi-da, misol uchun mana bosadi current locationni, bosgan paytida anada misol uchun latitude longitude oladi, bu GPS bilan ishlaydi. Misol uchun restoranning lokatsiyasini oladi-da, mana shu klientni zakaz qilayotgan odamni lokatsiyasi bilan tekshiradi. Agar
buni ham sozlasa bo'ladi. Qancha kilometr uzoqlikda bo'lishi kerak. Restorandan chiqib ketsa zakaz bera olmaydigan. Shunaqa restorandan chiqib ketadigan bo'lsa, chiqib uzoqroqdan borib zakaz bermoqchi bo'lsa, ming afsuski zakaz bera olmaydi va bu bizga ham kerak. Bezorilik qilmasligi uchun qo'yilgan to'siq. Bezorilik qilmasligi uchun qo'yilgan to'siq bizda. Bezorilik qilmasligi uchun qo'yilgan to'siq va bizda mana bitta printerimiz onlayn ishlayapti. Mana biz printerimiz ishlayaptimi, ishlamayaptimi, buzildimi, buzilmadimi, bitta test print qilsak bo'ladi. Printer o'chirib qo'ysak bo'ladi, misol uchun ba'zi payti yoki anaqa printer chiyillaydi-yu, ovoz chiqaradi, o'shani o'chirsak bo'ladi va manaqa customerlar vibrate qilsinmi, qilmasinmi va bizni serverimiz qancha odamga xizmat ko'rsata oladi. Bizni misol uchun hozir nimaga o'rnatgan serverimiz, misol uchun 385 ta odamga bemalol xizmat ko'rsata olar ekan. Bu degani 385 ta odam bir to'lasiga zakaz bersa ham shunday chiqarib keladi. Endi albatta 385 ta zakazning qog'ozini chiqarguncha ham 5 daqiqa vaqt ketsa kerak, lekin albatta shu darajagacha chiqdik. Allohga shukr. Va yana bizni payment settingimiz, bizni klientimiz aytdiki, men hali bunaqa tax to'lash xohlamayman, o'sha sabab menga transfer qilib berishsa, meni bank shaxsiy bankimga shaxsiy bank raqamim chiqib kelsin desa, uni ham imkoniyati bor. Uni ham imkoniyati bor. Shunday misol uchun bank raqam, bank nima deydi, bank nomi, o'sha bank akkaunt va o'sha bank bank akkaunt egasi, o'sha restoran egasi qo'yiladi va save qilinadi. Pasportini ham o'zgartirsa bo'ladi. Admin mabodo u bugun sezib qoladigan bo'lsa, shunday keladi, o'zgartiradi va bemalol faqat nima uchun chiqaveradi. Va bizda to'ta staff nimamiz bor. Misol uchun yangi staff kelgan bo'lsa, qo'shsak bo'ladi. Mana misol uchun yangi ishchi oldi, yangi ishchi olib qo'shsa, alohida o'zi uchun yangi alohida platforma bo'ladi. Bizda o'sha admin bor, bitta owner o'zi, admin bor, men adminman, men owner o'zi, bitta shogirdi bor mana, u staff sifatida. Agar staff kiradigan bo'lsa, staff misol uchun front deskda o'tiribdi, kashier bo'lib, o'sha payti u nimalarni ko'ra oladi desak, albatta statistikani u ko'ra olmaydi. Bu misol uchun shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun buni faqat boshlig'i o'zi, ya'ni admin ko'ra oladi xolos. Chunki unga ham muhim emas, u staff ko'rishi qizil emas, chunki asosiy decisionlarni nima hal qilishi mumkin. Mana o'tgan 30 kundan shuncha narsa bo'lgan ekan mana. Deylik mana shunaqa o'ynab bo'lgan. Staffga ma'lum bir pejlar cheklangan bo'ladi. Oddiy staff bo'lgani uchun. Uni misol uchun oddiy staff kelib turib, hatto faqat mana shunga aksesi bo'ladi, orderga aksesi bo'ladi uni. Unaqa menu yaratishga aksesi menga bo'ladi, lekin menyuni nima qila olmaydi, edit qila olmaydi yoki o'chira olmaydi menyuni. Buni admin o'chiradi. Bitta ishchi oldingizda, ishchi olganingizdan keyin qattiqroq so'kib qo'ydingiz. Men ishdan chiqib ketaman deb o'zi panglatib hamma qo'shib chiqqan menyularingiz o'chirib chiqish ehtimolini olish uchun o'chira olmaydi. Qo'ldan kelmaydi. Bizda role based access control bor. Ya'ni o'sha kimligiga qarab bu platformada nimani bajarsa bo'ladi. Kategoriya ham qo'sha olmaydi. Table ham ko'rsa bo'ladi mana. Mencha table ham qo'sha olmaydi adashmasam. Qo'sha olmaydi. Adsini qo'shsa bo'ladi. Faqat staff nima qiladi? Menyuni o'chirib qo'yadi, borligini, yo'qligini o'chirib qo'yadi. Qaysi menyu ekanligini ko'ra olish mumkin. O'sha qaysi menyulik, misol uchun advertisingni yoqadi, o'chirib qo'yadi. Xullas, ana shunaqa nimalarimiz bor va biz endi front endga o'tamiz. Xo'p, biz mana boshladik. Men ekranimni kichraytirib olaman. Chunki anaqa mobil bo'lish uchun. Demak, bizda mana shu skan qilayotgan paytda o'zi bizda API ham bor. Bemalol ustanobga qilib qo'ysa bo'ladi. Telefoniga misol uchun app skan ustanobga qilib olsa, shunday telefonida app ochib turib, QR kodni skan qilib nima qilish mumkin? Restoranga keldi deylik. U kelganidan keyin tanlash kerak. Misol uchun ichkarida yeysizmi yoki tashqaridami yoki koreys tili yoki nima tilida lokatsiyani ham kiritib qo'yish kerak. Unda restoran egasi nima o'zgartirsa bo'ladi lokatsiyasini. Mana Gangnamdami, qaydami, misol uchun birinchi bor deylik. Xo'p, men aytamanki, mayli skan qilaylik deyman.
misol uchun meni kameramga ruxsat so'rayapti. Ana shunday qilib turib nimani point your camera at the table deyapti. Shu tabledagi QR kodga skan qilsa bo'ladi yoki men keldi deylik, u olib ketmoqchi ovqatni. Skan qilib o'tirmaydi, men tek yotib ketaman deydi. Hozir e'tibor bergan bo'lsak, shunday tekshirib oldi o'sha lokatsiyani. Biz restoranga yaqin bo'lganimiz uchun ochib berdi va biz unaqa access bor bizda nimaga, platformaga, o'shaning uchun bizni ichkariga qo'yib yubordi. Demak, bizda rus tilida foydalanuvchilar bo'lishi mumkin yoki o'zbek tilida foydalanuvchilar bo'lishi uchun uni tilini ham albatta kiritamiz. O'zbek tili, koreys tili bemalol qo'shiladi. Mana koreys tili bo'lsa koreys tili, chunki hozir bizda koreyslar ham keladi, bemalol kelishadi. O'shanga koreys tili, ingliz tili bor. Mana nimalar bor, mana o'sha yerda menyular matdagi advertising chiqib keladi, mana chiroyli bo'lib. Mana bu yerda mana nimalar bor bitta. Birinchi kelib turgan ovqati mana qovurma nima ekan, qovurmalar bor ekan mana. Bitta tugab qolgan ovqati, bitta fast food deyapti mana, yoki drinks deyapti mana. Brotino nimada? Brotino tugab qolibdi mana. Muhito bor ekan, bular bor ekan. Bitta Asian foodga kiramiz mana. Bitta foodlarni section tanlasa bo'ladi. Telefonda nima deydi, chiroyliroq kelgan, yaxshi experience bo'ladi telefonda foydalanilsa. Biz hozir brauzerda foydalanyapmiz. Misol uchun qovurmalar mana qancha zakaz qilish kerak, bir marta yoki 2 marta. Misol uchun nima yeysiz? Misol kiradi, bitta sochadi, nima yeysiz? Qovurmalar yeysizmi? Qovurmalar bo'lsa mana qovurmalar qo'shildi. Bitta achchiq go'sht yeyman. Keyin bitta tifta yeyman. Osham ketaversin. Osham yeydi, oshni bosdim mana. Oshni bosadigan bo'lsam, bunaqa qo'shilgan ekan. Salat bo'lsa mana. Yana qo'shimcha oshga kerakli bo'lgan qo'shimcha narsalarni ham har bitta ovqatga kerakli qo'shimcha. Sho'rva bo'ladigan bo'lsa, masalan, non ham qo'shib olish mumkin. Bread please, 2 pigs. Nimaga birga bo'ladi? Xo'p. Mana misol uchun bitta salat qo'shiladi yoki bread qo'shiladi, nimagadir bir von qilib qo'yibdi salat bilan nonni. Juda ham arzon qilib qo'yibdi, nima saxiy ekan. Client ko'proq olib kelish uchun. O'sha client ko'proq olib kelish uchun asosda narx qo'shsa bo'ladi, misol uchun 1200 qo'shsa bo'ladi. Qo'shildi mana, buni ham qo'shdik, o'zi yopiladi bemalol. Va biz zakaz qilayotgan tekshiramiz, u nima zakaz qildik o'zi biz. Qovurmalar ham bo'pti, achchiq go'sht bo'pti, palov bo'pti. Nima bo'lsin? Biz test qilayapmiz. Ovqat tezroq chiqsin. Ismoilman. Pishirmanglar. Men test qilyapman, ular hozir nimani boshlab pishirib qo'yishmasin. Ket. To'lab yurmaydi. Misol uchun bitta shunday kelib turib, misol uchun bitta akkaunt egasi kopi qilib turib, shunday bank nimasiga o'tib payment qilib yuborsa, bo'ldi. Keyin yana order bosishadi. Biz test qilyapmiz. Pishirmanglar. Mayli. Ketdi mana. Mana order bo'ldi, 14-order bo'libdi. Kun davomida. O'sha hozir biz 14-chi bo'libmiz, shuncha zakaz bo'ldi deylik. Mana orqaga qaytamiz. Yana bitta pul to'lashga borayotgan payt pulni to'ladingizmi desa, ha to'ladim deb mana. Mana active orders bo'libdi mana. To'langan, to'lanmagani hammasi ko'rsatilgan. Mana. Order history, active orders mana. Uchinchi zakaz qilib tashlabmiz mana. Hozirgi ko'rsatgan page'imiz bu klientlar uchun edi. Misol uchun mana bu orderlarimiz bor mana bitta, misol uchun oldin men qilib qo'ygan orderda, misol uchun bitta customer kelsa-da, men qabul qilib oldim orderimni desa, menga ovqat keldi desa, shuni bosib qo'ysa avtomatik ravishda order confirm bo'ladi. Uni borib turib confirm qilishga hojati yo'q. Xo'p, agar mana bir xil narsani keyin yana zakaz qilaman desa-chi, biz yana keldik deylik mana. Misol uchun 20 necha dirham zakaz qilibmiz-da, o'sha narsani mana yana zakaz qilaylik deylik. Bitta qarisda zakaz qilyapti, mana qarisda chiqib kelyapti.
Men test qilyapman. O'zim test qilganim ekanman-da. Xo'p, order the same item. o'sha nimani yana boshqatdan order qilish kerak mana. Complete bo'lgan. Complete qilganman-da. Ya'ni ayni orderlar Men hozir nima qilganim, mana men qabul qilib oldim dedim, orderni qabul qilib oldim dedim. Mana 14-chi chiqib kelyapti. Mana shucha narsa men boshqatdan bosadigan bo'lsam yana chiqadi keladi. O'sha narsalar juda ham qulay va oson va biz yana ustida ishlayapmizki, misol uchun userlar o'zi misol uchun Telegram orqalimi yoki boshqa bir narsa orqalimi sign up qilsa yoki login qiladigan bo'lsa, shu ro'yxatda o'tadigan bo'lsa, bizda mana point collection bor. Bu kimlarga bo'ladi? Bu asosan ko'p keladigan insonlar uchun juda ham qulay. Misol uchun tez keladi. Tez kelganligi sababiga misol uchun bir oyda 10 marta yoki 15 marta yoki har kuni kesadi. Bir oyda bir marta o'sha 30 ta osh zakaz qiladigan bo'lsa, bittasini tekinga qo'shib beradigan qilib turibdi. O'sha ko'nglini olish yo'llarida bu nimani keyin delivery ham qo'shish maqsadimiz bor. Misol uchun o'sha customerlar uydan turib zakaz qilsa, biz olib borib beradigan, uni ham qo'shamiz inshaalloh. Kelajakda o'sha maqsadimiz bor. Xo'p, hozircha shular hammasi. Assalomu alaykum hammaga. Rahmat.